Shu musobaqaga qarang, nima bo'ldi? Xulian va Atletico Madrid bo'lgan vaziyatni eslang. Shunday kichik tafovutlar bilan siz Chempionlar Ligasidan chiqib ketishingiz mumkin. Atletico Madrid juda ajoyib o'yin ko'rsatdi. Xulian ham shunday edi. Ular Madridga qarshi o'z uslublarida o'ynashdi. Madrid har doim o'z musobaqalarida ajoyib jamoa bo'lgan. Lekin qarorlar bo'yicha sizning mavsumingiz yaxshi yoki yomon baholanadi. Liverpulga qarang, ular guruh bosqichida hamma ochkolarni to'plashdi va ko'p pul ishlab olishdi. Murabbiylar xursand, chunki guruh bosqichidan o'tib yaxshi natija qilishdi. Keyin ular PSJga duch keldi. Xuddi biz Parijda qanday qiynalgan bo'lsak, Parij qanchalik yaxshi ekanini bilasiz va Parijda eng yaxshi o'yinchi Alisson bo'ldi. Enfieldagi eng yaxshi o'yinchi esa Donnarumma edi. Qanday baholaysiz bu holatni? Mayda tafsilotlar va penaltilar orqali g'alaba qozonish yoki yutqazish mumkin. Endi hamma Liverpuldan hafsalamiz pir bo'ldi deydi, lekin ular har doim Angliyada fantastik o'yin ko'rsatishadi. Parijda esa Parij ajoyib o'yin namoyish qildi. Ular har ikkala bo'limning dastlabki 15 daqiqasida qiynalish, keyin esa o'z o'yinlarini tiklab olishdi. Bu musobaqa shunday. Biz ham ilgari juda ko'p marta shunday vaziyatlarni boshdan kechirganmiz. Hech kim menga bu musobaqaning qanchalik mahsus ekanligini tushuntirib berish shart emas.